Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını kirşanlarını qızğın qarşı alımız. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Xitayning Uyg'urlarga qaratgan siyosati. İran və Rusiya bilan aloqasi bor 34 şirkətni Amerikaning diplomatiya siyosatiga zid fəaliyyətlərə qatnaşqanlıq üçün cəzaladı. Amerika Savdo Ministerligi cuma kuni mahsulotlarning Uyg'urlarni bostirishda qo'llanishi, Rossiya va Ironni zamonaviy texnika bilan ta'minlashga zarba berish harakatida Amerika prezidenti Jo Bayden rahbarligidagi hukumat oz deganda 34 Xitoy shirkatiga jazo berdi. Amerika Savdo Ministerligi e'lon qilgan bayonotga qaraganda, jazoga uchragan bu shirkatlarning hammasi Amerikaning tashqi siyosati va davlat bexatarligiga zid faoliyatlarga qatnashgan. Xitoy şirketleri Uyg'urlarni bostirishda muhim rol o'ynaydi. Bu ministerlik yana bosh shtabi Xitoyda turishliq 14 shirkatning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan xalqni bostirishga qatnashganligi, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni davomlashtirishda asosli rol o'ynaganligini ko'rsatdi. Bayonotda yana Amerika tashkilotlari bilan har qanday savdo o'rnatishi cheklangan kam deganda 5 shirkatning Xitoy armiyasini zamonaviylashtirish uchun va boshqa texnikalarni sotib olishga qatnashganligini o'ttirib qo'ydi. Bayonotda 7sining Rossiya armiyasi bilan munosabati borligi uchun qora tizimlikka kirgizilganligi, 8 tashkilotning Amerikaning texnikasini Eronga yetkazganligi uchun jazo berilganligi ko'rsatildi. Juma kuni atganda prezident Bayden Putin bilan telefonda qilgan suhbatida cho'qim o'z davlatida harakat qilayotgan to'r jinoyatchilariga qarshi harakat qo'llanish kerakligini, Amerikaning o'z xalqini va xalqliq ul asirlarini kelgusi hujumlardan qo'g'dash huquqi borligini aytdi. Oqsaroy Putin bilan qilgan telefon suhbatida Rossiyaning harakat qo'llanishining zarurligini va Amerikaning buningga taqobil turishga tayyor ekanligini qayta ta'kidladi. Xitoyning yangidan virus ishlab chiqarayotganligi faraz qilinayotgan bo'lib, millionlagan homilador ayollarning DNAsini yig'ayotganda bayqalgan. Xitoy Ozodlik armiyasining BGI guruhi orqali setilgan 9dan ilgirki sinoqlar orqali DNA to'plaganligi o'ttirg'a chiqdi. Xitoyning kishini cho'chitadigan bu qilmishi Reuters agentligi tomonidan xabar qilingan bo'lib, Reuters agentligi Xitoy iqtisodiy, harbiy va dorigarlik dunyosiga hukmronlik qilishni xohlaydi dedi. NIPTY deb atalgan 9dan ilgirki sinoq homilador ayollarning davlati, bo'y egizligi va eg'irligi qatorliq gen uchurlarini to'playdi. Keyin bu Amerika vakili Darrell Issa tarafidan davlat bexatarlik xavfi deb izohlangan va bu eng qo'rqinchli ish. U nüfusning sifatini yuqori ko'tarish, layoqatsiz odamni yo'qotishdan derak berdi deb qaralgan. U yana virusning o'zi tanlagan odam yoki guruhida osonla taraqqiy qilganligini aytdi. Xitoyning BGI guruhi nüfus sifatini yuqori ko'tarish uchun DNA to'plagan deb ayblangan. Ammo BGI bu ayblashni rad qilib, Xitoy doiralariga NIPTYdan sinoq sonliq ma'lumot bilan ta'minlashni talab qilmaganligini ta'kidladi. DNA yig'ish va Wuhan tajribaxonasining Xitoy armiyasi bilan qanday hamkorlashganligini oshkorlaydi. U Xitoyning dunyodagi eng cho'ng DNA sonliq ma'lumot ombiriga ega ekanligini ko'rsatdi. Fox savdo shirkatining aytishicha, Amerika amaldorlari ularning DNA sonliq ma'lumotlarining askar sonini ko'paytirish, Amerikaliklarni nishon qilgan virus doirasida ishlatishidan ansiraydi. Amerika hukumat maslahatchilari Xitoyning DNA sonliq ma'lumotlarining davlatning yemaylik ta'minotini qamdash uchun ishlatishga bo'lganligini ogohlantirdi. Indoneziya matbuotlari Xitoy tajovuzchilari tomonidan tutqun qilingan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning Xitoyning turmasi va jazo lagerlaridagi yo'lbos o'rindiqi deb atalgan qiynash o'rindiqda qanday zulm chekadiganligini xabar qildi. Bu vahshiylik ham Jeffrey Kingning Mukammal soqchi davlati degan kitobida tasvirlangan. Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan turkiy millatlarni bo'ysundirish maqsadida qo'llanilgan bu usul, bu manzara do'zaxning bir parchasidan iborat. Uningsizmi Sharq Turkistonda turma va lagerlarning sirtidagi hayot bir do'zax hayotidan iborat. 7-iyul Daily Star'da naql keltirilgandek, bu cho'ng qirg'inchilikdan buyanqi eng cho'ng irqiy qirg'inchilikdan iborat. Turkiyada ijtimoiy fan o'qiyotgan Aysam qurolli Xitoy soqchilari tomonidan hammali yerda kamerasi bor bir jazo lageriga elib kelingan.
u yerdagi tutqun qilinganlarning Xitoyning kompartiyasini kuylaydigan naqsha va qo'shiqlarni o'qiyotganligini ko'rgan. Valiy yordamchisining zibi-zinnat taqagan ayoli jazo lagerlarini tozalash ishlariga mas'ul bo'lganligini va o'zining tozalik ishchisi emasligini aytgan. Maysam saqchilar tarafidan o'ttirsiga temir zanjiri qo'yilgan yo'lvos o'rindiq bor bir uyga ilib kirilgan. Xitoy saqchilari uni yo'lvos o'rindiqqa so'rab akilib, beshini ko'tarib, putini so'zib, tik o'ltirishga qistab, uningga tilga og'ili bo'lmaydigan gaplar bilan haqorat qilgan. Uningdan keyin uning qo'li va putiga temir kishan solgan. Aysamga qo'llarini yuqori ko'tarib, soatlarcha temir o'rindiqda o'ltirish amri berilgan. Qo'llari sal tuvalisa, Xitoy saqchilari tarafidan tayoq yegan. Boshqa mahbuslarni qo'rqitish orqali xudini yo'qotqizish. İbrat og'izish uchun qiynalgan mahbuslarning jarohat izlari va qiynalgan chiroyini ko'rsatgan. Aysamning deyishicha, boshqa mahbuslar o'ylay olmaydi ekan, savol so'ramaydi ekan, hissiyotini ifodalay olmaydi ekan yoki so'zlay olmaydi ekan. Ular Aysamning holini ko'rgandan keyin ondan binoga qaytarilgan. Aysamga qo'llarini yuqori ko'tarib, soatlarcha temir o'rindiqda o'ltirish amri berilgan. Sharq Turkiston Pamir egizligidan iborat tabiiy chegara ikkiga ayirib turgan Turkistonning sharq tarafini bildiradigan jo'grafiyalik nom bo'lib, Bolshevik imperiyasining kashfiyoti bo'lgan İstanbul bilan hech o'xshashligi yo'q. Hozirgacha ilm dunyosi, tarix, jo'grafiya, turkologiya fanlarida bu territoriyani Sharq Turkiston deb atab kelyotidi. Undan boshqa mushu asrda ikki qitim mushu nom bilan davlat qurilib, bu nomga siyosiy ma'no qo'shdi. Buning yana talishadigan nimasi bor? Biz munqariz bo'lgan davlatimizning fizik jihatda mavjud, ro'yimizda mavjud bo'lgan, tarixiy jihatda siyosat tarixi, siyosatchilarning xotirasida iznasi bo'lgan davlatimizni siyosiy jihatdan asliga keltirmoqchimi? Yoki Xitoylar deyotgandek Xitoy Jumhuriyati tavasidan yangidan bo'linib chiqmoqchimi? Buni aniq ayirib olmoqimiz lozim. Davlatni asliga keltiramiz deydiganmiz, uning asli nomi bilan da'vo qilishimiz bir aqlli shart. Dava hareketlerinde devlet namını undaq yoki mundaq atashning karoyiti yo'q deb qarg'uvchilarning aqlli siyosiy savodi borligi shubhalikdir. Hech bo'lmagandimi davlat asliga kelguncha uni burunqi nomi bilan atash aqlli hukm emasmi? Ondan davlat qurilishini jakalash oldida xalq vakillari, parlament yoki oliy kengash muzokara qilish orqali o'zgarishimi, asli peti qoldirsimi bo'ladi. Ammo ilgari jakalangan bir davlat nomini hech kim tarafidan e'tirofga erisholmay ko'chada ko'ldirilib yurgan odamlarning o'zgartishi, boshqacha qo'llanishi kulgilik bo'lib qolmay, Xitoylar uchun bir tashviqot huzuri bo'lib, yonpashqa chiqishdir. Tabiiyki, Xitoylar qaranglar, bo'lgunchilar reallikda bo'lmagan narsani da'vo qilyotmamdi. Kim tarixda bundaq bir narsa bo'lganini anglab boqqan. Bunisi bosh uchi yo'q talashlardanmi bilinib turmamdi deyishi cho'qim. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün için köp rahmet. Keler qitimki programımız görüşkice Allah'a emanet bolgaysızlar.